Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ziyoli o'qimishli bo'lgan inson bo'lgan Mansur aka ayni farzandlari rohatini ko'radigan yoshida og'ir xastalikdan olamdan o'tdi. Xotini Aziza opa 5 qiz bir o'g'li bilan uning ortidan zor-zor bo'lib qoldilar. Qizlarning kattasi endigina turmushga uzatilgan. Ikkinchi qizini ham yaqinda to'y bo'lishi kerak edi. Mansur akaning vafotidan so'ng hech narsaga zoriqmay yashaydigan bu oila anchagina qiynalib qoldi. Qarindoshlar ham o'zidan ortmaydi. Farzandlar ulg'ayyapti. Yolg'iz o'g'li hali maktabda o'qiydi. Bu yoqda qudalar ham to'yni boshlamoqchi ekanliklarini aytib qolishdi. Aziza opa dadasini o'lganiga endigina 1 yil bo'ldi. To'y ko'nglimga sig'maydi. Qolaversa qiz uzatishga sharoitim yo'q. Yana ozroq to'yni to'xtatib turaylik deya o'tindi qudalariga. Biroq yoshi ulug' qarindoshlar xayrli ishni ortga surib bo'lmaydi. Mansurjonni ham ruhi shod bo'ladi qizini baxtidan. Mana biz bormiz. Bahol qudrat yordam qilamiz deb koyib berishdi. Xullas qarindoshlar yordamida qizini uzatishdi. Lekin qachongacha boshqalardan umid qilaman. O'zim harakat qilishim kerak. Farzandlarim uchun deb Aziza opa tanish-bilish orqali bozorga mayda-chuyda narsalar sota boshladi. Keyinchalik esa savdoni mukammal o'rganib, shaxsiy do'koniga ega bo'ldi. Ishi kun sayin rivojlanib, farzandlarni oyoqqa turg'izdi. 3-qizi Munusa onasini sirdoshi, yordamchisi edi. U juda aqlli, farosatli qiz bo'lib ulg'aydi. Hamshiralikka o'qib, o'zlaridagi kasalxonada ishlay boshladi. Biroq peshonammi, taqdirmi, yoshi 28 ga kirgan bo'lsa-da, hamon turmushga chiqmagan. Undan keyin singillariga sovchilar kelar, lekin ular opamdan oldin turmushga chiqmaymiz deb rozi bo'lishmas edi. Munusa bundan juda qiynalar. Singillarimning baxtini bog'lab o'tiribman deya iztirob chekardi. Munusa bir kuni onasi va singillariga: "Oyjon, men sabab singillarim ham baxtsiz bo'lishini istamayman. Meni xafa bo'ladi deb o'ylamanglar. Nahotki jonimdan aziz insonlarim baxtidan xafa bo'lsam. Iltimos ularni uzating, baxtli bo'lishsin. Agar shunday qilmasangiz, bir umr o'zimni ayblab o'taman. Mayli, men peshonamda borini ko'raman. Meni o'ylamang. Meni desangiz rozi bo'ling jon singillarim", deb yig'lab yalindi. Munusani ko'z yoshiga yolvorishlarga dosh berolmay, Aziza opa va qizlari ham bir-birini quchib yig'lashardi. Nihoyat Aziza opa 2 qizini birin-ketin yaxshi oilaga uzatdi. Munusa singillarining to'yida yelib yugurib xizmat qildi. Onasi bilan birga opalari va singillari farzandlariga beshiklar tuzatishib olib borishdi. Munusa ich-ichidan ularga havas qilar, o'ksinar, lekin onasiga sezdirmasdi. Og'ziga kuchi yetmagan g'alamiz kimsalar Munusa haqida turli-tuman mishmishlar, bo'xtonlar tarqatishardi. Biri uni davosiz dardga chalingan, shunga hech kim uylanishni istamaydi desa, yana biri Munusani oyoq olishi bajo derdi. Xullas allaqachonlar Munusaga qari qiz tamg'asini bosishgandi. Orqa varotda bunday gap so'zlarni eshitgan Munusa ezilar, necha marta joniga qasd qilmoqchi bo'lardi. Biroq onasini o'ylar, odamlar esa demak bir balosi borki, o'zini o'ldirdi deb yana malomat qilishlarini o'ylab bu yo'ldan qaytardi. Xudodan kun-tun baxti ochilishini so'rab iltijo qilib, kasalxonadagi ishlari bilan ovunardi. Baxtni qarangki, qo'shni mahallada yashaydigan xolasini Munusa tengi Ahmad ismli qo'shnisi bor edi. U yoshligidanoq otasiga ko'makchi, mehnatsevar bo'lib o'sgandi. Otasi ancha qarib qolgach, Ahmad ro'zg'orni to'liq bo'yniga oldi. Ustachilik qilib tinimsiz ishlab, uka singillarni uyli-joyli qildi. Lekin hamon ko'ngliga yaqin qiz uchramagani uchun uylanishni o'ylamasdi. Xolasinikiga mehmonga kelgan Munusani bir ko'rishdayoq yoqtirib qoldi. Necha yillardan beri orzu qilgan, izlagan muhabbatini Munusada ko'rganday bo'ldi. Munusani xolasidan u haqda so'rab bildi va onasini sovchilikka jo'natdi. Munusa va Ahmad uchrashishdi. Bir-birlariga yoqib turmush qurishdi. Munusa hozir 2 farzandning onasi. U baxtidan shod. Ham uy, ham kasalxonadagi ishini eplaydi.
Ahmadning ishlari ham kun sayin rivojlanib, katta qurilishlardan buyurtmalar ola boshladi. Qaynonasi esa qo'ni-qo'shniga kelinini maqtashdan charchamaydi. Baxt ulug' ne'mat. Faqat kimdir ertaroq, kimdir kechroq erishadi.